O'sha kun keldi. Dadajonim har yeganlarda qizim bitta restoran ochgin deyishiga sababchi bo'ladigan. Yaqin kunlarda va'da qilganim o'sha uyg'urskiy lag'monni sizlarga bugun qilishni o'rgataman. Bitta tuxumni atalaymiz, tuzli suvga aralashtirib, elakdan chiqarilgan unga o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Opisaniyada yozib qoldirgan barcha masalliqlarimni videoda qilib ko'rsatganim kabi birga bir qilib to'g'raysiz. Har xil vaziyatga tayyor turish kerak. Sizlarga chiroyli video olaman deb o'tkir pichoqlarimni qo'limni ham tilib oldim. Hamma masalliqlar 1,5-2 sm kattaligida to'g'ralsa, suzilganda juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Qovurish jarayonlarini ham boshlaymiz. Parak qilib to'g'ralgan go'shtga soya qaylasini qo'shib, to'rtta tuz bilan chala holatida qovurib olamiz. Ketidan qolgan masalliqlarni birma-bir solib, bir chimdimdan tuz sepib chiqamiz va har birini solganda bir-bir aralashtirib, baland olovda qovurib olamiz. Qovurish jarayonida bir osh qoshiq un va tabga ko'ra suv solib, past olovga dimlab qo'yamiz. Endi dam olgan xamirimizni bismillah deb cho'zishga o'tamiz. Idishda yonimizga yog' olamiz. Xamirda oson cho'zishimizda bizga yog' yordam beradi. Xamirda lenta shaklida kesib olib, har birini kaftimizda yumaloq qilib o'qalab, yog'li idishga joylashtirib olamiz. Xamir cho'zishni 1-chi, 2-chi, 3-chi etaplari bo'ladi. Har bir etapda 10 minutdan 5 minutda xamir dam olgan bo'lishi kerak. Eski retro qo'shiqlarni eshitib xamir cho'zish boshqacha bo'lsa kerak. Bizning davrimizdagi moda qo'shiqlar. Hozirgi bolalar bu qo'shiqlarni umuman eshitmasa kerak. Mana shu jarayonda e'tibor beringlar, videoni sekinlashtirganman. Barmoqlarim bilan qanaqa qilib cho'zishni ko'rsatganman. Har bir cho'zganda ustidan yog'lab qo'yinglar, yopishib qolmaydi. 4 ta barmog'imga lag'mon tayyor lag'monlarni kiydirib, stol ustiga 4 marta urib olasizlar. Uyda o'zingizlar lag'mon cho'zsanglar, shunaqa mayyin bo'ladi, yeganda og'zingizda erib ketadigan lag'mon bo'ladi. Ko'chada bunaqasi bo'lmaydi. Oxirgi etap cho'zilgan lag'monlarimizni qaynab turgan tuzli suvga solib pishirib olamiz. Tayyor lag'monni muzli suvga solib chayib olamiz. Ozgina yog' solib aralashtirib qo'yasizlar, yopishib qolmaydi. Lag'monjon ham tayyor bo'ldi. Chiroyli idishga chiroyli qilib solib dasturxonga tortasiz. Bu yog'iga shunaqa videolarni joylab boraman. Menga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar.